Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan Ismoilbek Rustamбеков va Zag'irda Flowers pitomligini navbatdagi sizlar uchun taqdim etadigan o'simliklari bilan. Ushbu o'simliklarimiz sizlarni quvontirishi aniq, sababi juda ham orziqib uzoq vaqt kutilgan. Oxirgi marta bu o'simliklar bizning pitomligimizda 2-3 yil avval sotilgan edi. Bu o'simliklarimiz glitsiniya va klimatislar. Glitsiniya o'tgan yil ham bor edi, to'g'ri, lekin bunaqa har xil sortlarda emas edi va bunaqa narxlarda emas edi. Bu yili va bugundan boshlab klimatis va glitsiniyalarni sotuvini e'lon qilaman. Shu bilan bir qatorda yagidni, ya'ni malina va golubika o'simliklarini ham pitomlikdan qaytib qolsanglar bo'ladi. Hozir sizlar bilan ular bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Sizlar bundan avval bizning videomizga like bosib qo'llab-quvvatlashingizni va endi bizdan topib qolgan bo'lsangiz yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Do'stlar, men sizlarga bu yoqdagi xilma-xillikni, ko'p o'simliklarni ko'rsatib berishim uchun 05 nimasida olyapman funksiyasida telefonni. Chunki ko'rib turibsiz, son sanoqsiz bizada klimatislar va glitsiniya o'simliklari bor. Do'stlar, hozir sizlar bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Narxi necha pul ekan deb videoni oxirigacha ko'rmasdan turib so'ramaslikni tavsiya qilaman. Sababi hamma o'simlikning narxini men video qilayotganimda YouTube'ga обязательно aytib ketaman. Lekin bundan oldin bilasiz, bu hamma marketologlarni fishkasi sizni qiziqtirib, o'simliklar bilan tanishtirib chiqishi kerak. Keyin narxini aytadi. Xuddi shunaqa an'anaga sodiq qolgan holda birinchi sizlar bilan tanishib chiqamiz, keyin bo'lsa narxlarini aytib o'taman. Demak, birinchi bo'lib klimatislar bilan tanishamiz. Klimatisi Polish Spirit degan sorti bor. Bular lianalar, bilasizlar, o'simliklar o'rmalab o'sadi. O'zini chiroyli gullari bilan ajralib turadi. Ba'zilarining hidlari ham mavjud, hidi ham bo'ladi, lekin ba'zilarining hidi bo'lmaydi. Hozir bizda klimatislar menga unchalik yaqin bo'lmaganligi uchun, begona bo'lgani uchun endi sizlar bilan birga tanishaman. Ko'p turibsiz, mana bizda klimatisda Polish Spirit degan sorti bor. Bu siyohrang rangni yaxshi ko'radiganlar uchun ma'zur keladi. Undan keyin bo'lsa klimatisi mana bu yoqda Vitalba, ya'ni juda ham mayda, gul yaprog'i kichkina, gulchangchalari uzuncha bo'lgan sorti. Rangi mana bunaqa qaymoq rang, oq, sariq, sarg'ish, mana shunaqa rangligi bor. Mana keyingi klimatimiz bu Marjori ham qanaqa aytiladi? Bilganlar kommentar yozsanglar bo'ladi. Marjori degan sorti bor. Bu juda ham chiroyli и mahroviy hisoblanar ekan. Chunki ko'rib turibsiz, gulbarglarining ichida kichkina gulbargchalari ham bor. Undan keyingi sortimiz bunimiz Maylin. Mana juda ham chiroyli pushti rangli ekan. Yana keyingi sortimiz Klimatis Tanguchka. Menimcha bu Melka Tsitushi bo'lsa kerak, mayda gulli degan sorti bo'lsa kerak. Chunki oilasi boshqacha qilib yozilgan ekan. Mana. Xo'p, keyingisi Madame Julia Carivon. To'g'ri aytyapmanmi? Mana. Va yana chiroyli gulbargli Pilu degan klimatis bor ekan mana. Romantika. Haqiqatan romantikaga yaqinmi yo'qmi, o'zingizlar baho berasizlar. Snow Queen. Xo'p, bu yoqda bizda Rouge Cardinal. Men bekor to'xtab o'tmayapman. Har bitta birkani ustida siz screenshot qilib olsangiz, pitomlikka kelganingizda zakaz berishingiz osonroq bo'ladi. Bu bizning birinchi teplitsamizda joylashgan. Hammasi Blue Angel. Mana. Keyingisi Guernsey Cream. Bu ham chiroyli ekan, lepistoklari ko'p ekan, boshqacha rang ekan. Jackmani. Va Jackmaniga yaqinroq Mrs. Holmondeley. Va boyi ko'rganimizdek Pilu. Xo'p, davom etamiz. Klimatis Alpina. Klimatisni menimcha yana mahroviy sorti Broughton S ekan. Bu ham chiroyli ekan. Hop. Fragrant Spring. Bu yoqda Grandiflora. Odatda Grandiflora degani yirik gul degani, lekin buni guli kichikroq ekan.
Mana shunaqa navli klimatislarimiz mavjud ekan. Bu klimatislarimizni aytganimdek birinchi tepasiga tushib xarid qilib olasiz. Endi kulminatsion nuqtasi bularimizni narxi $16 dan. Klimatis gullari juda ham chiroyli, o'zini jimjimador gullar bilan ajralib turar ekan. Men o'zim odatda ishlatmayman buni landshaft nima qilayotganim, loyihalayotganimda. Lekin klimatis xush ko'radigan bitta xaridorim bor edi, Shahnoza opa, agar o'zlari ko'rayotgan bo'lsa, salom deb qolaman. Ularning hovlilarida hattoki qishda ham sovuq urmadi, juda ham namligi oshib ketsa ham, sovuq, suv ko'p bo'lib ketsa ham hech narsa ta'sir qilmadi. Cho'tki bo'lib turdi, zo'r bo'lib turdi. O'shandan keyin klimatisga qiziqishni boshlagan edim. Va mana pitomligimizga klimatislar kelib turibdi. O'ylaymanki, sizlar ham klimatisni juda ham sevasizlar va klimatis sevadigan xaridorlarimiz, auditoriyamizda juda ham ko'p. Mana shu $16dan mana shunaqa sartavoy klimatislarni xarid qilishga shoshilinglar. Menimcha narxi arzon, sababi chet eldan keltirilgan, haqiqiy o'zini ishini ustalari ixtiro qilgan o'sha ko'chatlarni olib kelib qo'yilgan. Bizda faqatgina sotish, sizlardan bo'lsa sotib olish holatda. Shu birinchi teplitsamizlarni oxirgi qatoriga tushib tanlab olsanglar bo'ladi. Endi bo'lsa sizlar bilan glitsiniyalar bilan tanishib o'tamiz. Glitsiniyalarimizni bizda asosan ikki xil sorti keldi, adashmasam, 2-3 xil. Demak, birinchi ko'radiganimiz Alba sorti, ya'ni oq gulli degani, floribundasi. Mana shunaqa shaklda bu. Mana shu yerda turibdi hozir, bitta qatorda bor ekan. Mana va bu yerda klimatislar bo'ladigan bo'lsa, klimatislarning oxirrog'ida yana bor. Mana. Demak, bu Rozeya, Floribunda rozeyasi ekan. Va o'zimizning Sinensis profilik, Sirenoviy. Mana shu qatori boya ko'rganlarimdek 3 xili kelibdi. Oqi, pushtisi va siyoh rangi. Unchalik xili ko'pmas ekan navi, lekin menimcha sizga yetarli bo'ladi. 3 xilidan ekib qo'ysangiz ham. Men aytib o'tishim kerak. Glitsiniyani imенно mana shu o'zimizni profilik deymiz ham, mana Sirenoviy sortini yaxshi ko'raman. Sababi chiroyli gullaydi va hidi ham juda ham yaxshi. Va bularni siz bemalol so'rilarga yoki arkalarga, stoykalarga o'rmalatib olsangiz bo'ladi. Uzoq to'xtalib o'tirmayman. Menimcha glitsiniyani quyoshli joyga ekish hamma biladi. Quyosh nurlarini yaxshi ko'radi, namli o'rtacha holatda bo'lish kerak. Bizlarni quyoshimizdan yaxshi ko'rgani sababi va bular bilsanglar, uzoq sharq mamlakatdan keltirilgan. Uzoq sharq mamlakatlari ham quyoshli hisoblanadi, birinchi quyosh qarshilagan mamlakat hisoblanadi. Shuning uchun bular quyoshni yaxshi ko'radi. Namli bo'lib turish kerak обязательно, chunki ular dengiz bo'yida joylashgan mamlakat bo'lgan bilsanglar, uzoq sharq hali ham shunaqa. Bu yerga kelgandan keyin albatta bularga shunaqa sharoit kerak bo'ladi. Ya'ni namligiga e'tibor berib turasizlar. Chiroyli qilib namlilarga e'tibor berib tursanglar, glitsiniyalar chiroyli bo'lib gullaydi, go'zal bo'lib gullaydi. Bu glitsiniyalarimiz xudo xohlasa ekishingiz bilan gul beradigan. Sababi biz chetdan olib kelganimiz tayyor gul bersin, gulga kirsin degan maqsadda olib kelganmiz. Narxiga to'xtalaman. Narxi $25dan. Iltimos, dollar emas, so'm eting. Nimaga biz Amerikadamizmi, bunaqadamizmi deyishadi kommentariyada. Har videomda aytib ketaman, o'rtoqlar, dollarda aytsak ham so'mda qabul qilamiz. Dollarda aytishning sababi o'simliklar har doim o'sganligi sababli biz narxlarni har safar yengilamaymiz. Shunchaki shu kursga bog'lab qo'yamiz. O'shani o'zida to'g'ri bo'lib ketadi. Ya'ni odamlar qiynalmasin degan maqsadda. Bizda ham narxlarni har safar o'zgartirishga va sizlarni nima deydi, miyalarni chayqatib olmaslik uchun mana shunaqa qilib aytib qo'yiladi. Bemalol o'zbek so'mida to'laysizlar, kelasiz, xohlaganingizcha olib ketasiz va tijorat tashkilotlari sizlarda причисление bormi degan savol. Albatta, причисление mavjud. Bemalol sizlar bilan shartnoma asosida ham ishlayveramiz. Jismoniy shaxslar bilan ham, hamma bilan bemalol yuridik shaxslar bilan ham bir xil ishlayveramiz. Pitomga kelasiz, tanlaysiz yoqqanini olasiz, shartnoma qilasiz, sotib olasiz, ketasiz. Endi bo'lsa sizga va'da berganimdek, bulardan tashqari bonus tariqasida yana o'simlik bor dedim. O'sha 2 xil o'simlik, o'shalarni sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'taman. Tadadadam. Bu o'simligimizda mana bunaqangi sariq malina. Rubus Ideus Fall Gold. Shunaqa sorti. Sap-sariq bo'lib gullaydigan, meva beradigan, to есть sap-sariq meva beradigan malina.
mana shunaqa malinamiz sotuvdi va mana bunaqangi rozoviy krasniy pushti qizil rangligi ham bor sotuvdi. Bu yerda mana yozib qo'ygan birkasida 5-6 oy gullaydi, ya'ni may iyunda gullaydi deyapti. Oktyabr, ya'ni avgust oktyabrgacha nima bo'lar ekan, pishar ekan. Mana 8-10 oyda meva pishadi deyapti. Balandligi 4 metrgacha o'sadi deyapti. Agar siz yagidniy mevalarni sog'ingan bo'lsangiz, bemalol mana Zaharda Flowers'ga kelib olib ketib o'zingizda yagidniy sadlarni barpo qilsangiz bo'laveradi. Mana Xudo xohlasa chiroyli bo'lib bular chiqarishni boshlayapti barg. Mana barglar chiqaryapti. Bog' qilishga tayyor bo'lib turibdi. Undan tashqari yejevika deymiz, qora malina mana. Toneless evergreen. Bu juda ham foydali yejevikani bilasizlar, yoshartirish xususiyati bor. C vitaminiga juda ham boy. Biz buni dachaga, buvimlar dachalariga olib borganlarida kichkinaligimizda, bolaligimizda terib yerdik, yovvoyi holda o'syotardi. Hozir shunaqangi madaniy navlari chiqyaptiki, tikanlari yo'q. Tikansiz bo'ladi va mevalarni mana shunaqa beradi. Mana hozir chiqyapti, tikoni yo'q. Juda ham zo'r. Bemalol ekib, mevasini terib yesangiz bo'ladi. Mana bizda o'zi tikonli bo'ladi, yovvoyi anaqada o'sgan. Endi bu madaniy nav bo'lganligi uchun tikoni yo'q. Va bu ham xuddi shunaqa 5-6 oy gullaydi, 7-8 iyulda pishar ekan daji mevasi, iyulda avgustgacha pishar ekan, bemalol suvda balandligi 4 metrgacha yetar ekan. Mana. Bundan tashqari hamma yaxshi ko'radigan golubikalar, Vaccinum Gold Troup. Juda ham xursand bo'ldim. Golubika bizda sotuvda yo'q edi. Buni parvarishi alohida bilasizlar. Ozgina soy nima deydi, g'ira-shira quyosh nurlari tushadigan yarim soy joyda yetishtirish kerak. Va shunaqa joyda hosil beradi. To'g'ridan to'g'ri quyoshga ekib ham hosil olsa bo'ladi, lekin qiynaladi sal bu o'simlik. Qanchalik to'g'ri aytaman yo'q, ya'ni chunki bu bo'yicha mutaxassis emasman, aynan yagidnilar bo'yicha, lekin o'zim sal izlanib qaraganimda yarim soyga eksa juda ham yaxshi deyilgan ekan. Lekin bu Samarqand viloyatida ham katta bog'lari bor ekan eshitishim bo'yicha. Buni ham mana may oyida gullaydi, avgust oyida hosil beradi. Buni ham balandligi 4 metrgacha o'sib yetadi. Mana shunaqa golubikalarimiz ham bor. Endi bularning narxi Liboy bozori sindiradi. Gollandskiy mana shunaqangi sarg'aranjaviy, rozoviy, qora malina va bunaqa golubikalarimiz siz aziz obunachilarimiz uchun $10 $10 kelib xohlaganingizni tanlab olib ketsangiz bo'ladi. Mana azizlar, tanishib chiqqaningizdek juda ham ko'plab Clematis, Glitsiniya, golubika va malinalarning sortlari bor. Shu o'simliklarni siz o'sha narxlarda pitomnikda xarid qilib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari ham tavsiya etaman piyon gullarini. Piyonlarimiz уже barg chiqarib, gullashni, g'unchalashni boshlayapti. Bu piyonlarimizdan esingizda bo'lsa, kichkina konteynerdagilar $16 katta konteynerdagilar bo'ladigan bo'lsa $25 sotuvda edi. Shuning uchun bularni ham sotib olishga ulgurib qolinglar. Chunki gortenziyalarimiz sold out bo'lib turibdi. Bilib turganingizdek, bu ham sold out bo'lib qolgandan keyin videoni tomosha qilib xafa bo'lib o'tirmanglar. Shuning uchun tez pitomnikka kelinglar. Telefon qilib dastavka bormi yo'qmi deb so'rayapsizlar. O'rtada dastavkamiz to'xtatdik, to'g'risini aytsak, sababi pitomnikka kelib vibrichni klientlarimizdan o'zi xohlagan tanlab olgani maqsadga muvofiq. Sababi sizni o'z dilingizga yoqadiganini o'zingiz tanlay olasiz. Albatta maslahatimizni beramiz qo'ldan kelgancha va hozir ayni mavsum o'simliklarni ekishi, shuning uchun pitomnikka kelinglar, o'ylab o'tirmasdan mana shunaqangi yangi o'simliklardan ham bemalol tanlab xarid qilib olsanglar bo'ladi va birinchilardan bo'lib. Sizlar bilan Ismoilbek Rustambekovich bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.